avtokreditga mashina olganingizdan keyin sizda ikkita yo'l kutib turibdi. Yo to'lab bilasiz, yo jarlikka yiqilasiz. Qaysi yo'lni tanlash o'zingiz qo'lingizda. Men sizni kreditga da'vat qilmayman, kreditga majbur qilmayman. To'lab bilishga aqlingiz yetsa, 2023-yil maslahatiga 44 ming yurgan kraskasi 100% toza Gentra olib kelib qo'yganmiz. Gentramizni kunlik to'lovi atiga 165 ming so'mdan tushadi. To'lab bilishga aqlingiz yetsa, mashinaga ideal saslanib turibdi. Ichki qismiga bitta e'tibor beramiz. Mashinaga mejgar pultlar qo'yilgan. Operator salon qismini ham bitta ko'rsangiz, monitorlar qo'yilgan, foliyalar tashalgan, faqat chexoli yo'q. Mashinamizda yurgan kilometri 44300 kilometr. Issiq havoda ham mana konditsioner zo'r ishlab turibdi. O'sha gap men majburlamayman. To'lab bilishga aqlingiz yetsa, qiynalmasangiz, misol uchun kreditga mashina olgandan keyin oilani qisib, u ham bo'lmaydi. Boshqa ishingiz bor, boshqa keladigan joyingiz bor, o'sha vaqtda taksi qilaman desangiz, ideal variantda mashinacha. Mashinamiz ikki xil variantda xarid qilsangiz bo'ladi. 147 million so'mga naqd pulga 2023 avtomat korobka kraskasi toza Gentra yoki men sizga butun O'zbekiston bo'yicha boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga shu Gentrani qilib beraman. Sizdan talab qilinadigan narsa mana shu nomerni o'zingiz olasiz. Bemalol minib ketsangiz bo'ladi. O'zbekistonning qaysi viloyatidan bo'lishidan qat'iy nazar, men ofisda bo'laman o'zim kutib olaman. Sizlarga bonusi men nomdan kelgan har bir mijozga 10 litr benzin meni hisobimdan bemalol kelaverasizlar. Mashina sizni kutyapti. Mashina yoqqan bo'lsa, biz YouTube'da yangimiza like bosib, podpiska bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. O'zingiz mashina olmasangiz ham mashina olaman, Gentra olaman degan tanishlaringizga yo'rib qo'ysangiz, kimgadir bu video manfaatli bo'ladi. Men sizlarga ishonaman, sizlar men poddershka qilasizlar. Men sizlar uchun zo'r arzon mashinalarni chiqarishdan charchamayman. Obuna bo'lib qo'ydingizmi? Katta rahmat sizga.